Demak, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan purin asoslari sintezi, parchalanishi va bu jarayonda paydo bo'ladigan podagra kasalligi va uning turlari to'g'risida suhbatlashamiz. Demak, purin asoslariga bilamizki, adenin va guanin kiradi. Demak, bu yerda inazin monofosfatni tuzilishi va u yerdagi uglerod va azot manbalari ko'rsatilgan. Ko'rishimiz mumkinki, demak, karbon angidrid, glitsin, formil tetragidrofolat, riboza 5 fosfatimiz, glutamin, demak, bundan tashqari aspartatimiz, demak, inazin monofosfatni hosil qilar ekan. Endi GMF yoki AMFni biosinteziga to'xtaladigan bo'lsak, bu avval inazin kislota, ya'ni IMF hosil bo'lishi bilan kechadi. Buning uchun bizga birinchi pentoza kerak bo'ladi. Bu riboza 5 fosfat hisoblanadi. Bilamizki, bu riboza 5 fosfatimiz glukozaning pentoza fosfat yo'li bilan parchalanishi hisobiga hosil bo'ladi. Endi riboza 5 fosfatimiz pirofosfokinaza ferment ta'sirida ATF sarfida AMF ajraladi. Bizda mana fosfat birikdi, hosil bo'ldi. 5 fosforibazil pirofosfat. Ikkita fosfati bor. Bu yoqqa birikkan. Demak, 5 fosforibazil pirofosfat hosil bo'ldi. Endi ATFdan keyin demak glutamin bilan reaksiyaga kirishadi. Amino guruhni glutaminni oladi. Glutamat ajralib chiqib ketadi. Pirofosfat ham chiqib ketadi. Bu reaksiyani katalizovchi fermentimiz fosforibazil pirofosfat aminotransferaza ferment hisoblanadi. Natijada 5 fosforibozalamin hosil bo'ldi. Endi 5 fosforibozalaminimizdan bizda glitsinamid ribonukleotid hosil bo'ladi. Buning uchun ferment kerak. Fermentimiz fosforibazil glitsin amid sintetaza fermenti, ATF ishtirokida, magniy ionlari ishtirokida. Demak, glitsin kirib, demak 5 fosforibazalamin bilan glitsin birikadi. ADF va bitta fosfat chiqib ketishi hisobiga bizda aytib o'tgan glitsinamid ribonukleotidimiz hosil bo'ladi. Endi mana glitsin aminokislotasidan ham ishlatdik. Endi foydalandik. Endi bu glitsinamid ribonukleotiddan N-formil glitsinamid ribonukleotid hosil bo'ladi. Buning uchun bizga N5, N10 formil tetragidrofolat kislotasi kerak bo'ladi. Suv ishtirokida vodorod va tetragidrofolat kislotasi hosil bo'ladi. Ajralib chiqib ketadi. Hosil bo'luvchi modda N-formil glitsinamid ribonukleotid hisoblanadi. Endi yana bir marta glutamindan foydalanamiz. Amino guruh kerak, glutamat bo'lib chiqib ketadi. ATF ishtirokida, suv yordamida, demak, formil glitsinamid ribonukleotid amidoligaza ferment ta'sirida bizda N-formil glitsinamid ribonukleotidimiz hosil bo'ldi. Ana endi bundan demak bizda 5 imidazol ribonukleotid hosil bo'ladi. ATF ishtirokida, suv yordamida va magniy yo'llari yordamida ajralib chiqib ketadi ADF fosfat va ikkita vodorod. Demak, degidrogellanish reaksiyasi sodir bo'ladi. Keyingi reaksiyamiz demak dekarboksilanish hisoblanib, bu imidazol ribonukleotid karboksilaza kechasida, demak karboksillanish reaksiyasi natijada demak ribonukleotid 5 imidazol 4 karbon kislota hosil bo'ladi. Mana 4-guruhga karbon kislotani birikishi. Karboksillanish reaksiyasi. Endi ribonukleotid 5 imidazol 4 karbon kislotamiz demak aspartat bilan reaksiyaga kirishadi. ATF yordamida ADF va fosfat chiqib ketadi. Fermentimiz demak imidazol N-suksinat karboksamid ribonukleotid sintetaza hisoblanadi. Asparagen aminokislotamiz birikdi. Natijada bizda 5 imidazol 4N-suksinat karboksamid ribonukleotidimiz hosil bo'ldi. Endi bundan bitta fumarat chiqarib oladigan bo'lsak, adenila suksinat liaza ferment ta'sirida bizda ikkinchi halqa hosil bo'la boshladi. 5 imidazol 4 karboksamid ribonukleotid hosil bo'ladi.
Yana bitta farmil tetragidrofolat kislotadan foydalanamiz. Fermentimiz amida imidazol 4 karboksamid ribonukleotid transformilaza ferment ta'sirida demak tetragidrofolat hosil bo'ladi. Bundan tashqari bizda 5 farmil amida imidazol 4 karboksamid ribonukleotidimiz hosil bo'ldi. Halqa hosil bo'la boshladi. Endi bu jarayondan demak inazin kinaza ta'sirida bitta suv chiqarib oladigan bo'lsa, ikkinchi halqamizdan o'zaro birikish hisobiga bizada inazin kislota yoki inazin monofosfat, bitta fosfat bo'lgani uchun inazin monofosfat kislotasi hosil bo'ldi. Inazin monofosfatimizdan demak adenosuksinat sintetaza ferment ta'sirida yana bitta asqot tarkiblar reaksiyaga kirishadi. GPF energiyasi magniy yo'llari yordamida bizada hosil bo'ladi adenosuksinat yoki adenila qahlabo kislota deymiz. Bu adenosuksinat liaza ferment ta'sirida yana bitta fumarat chiqarib oladigan bo'lsa, bu yerdan fumarat kislota chiqib ketadi. Bizda AMF adenozin monofosfat hosil bo'ladi, monofosfati. Yoki IMFdan IMF dehidrogenaza ferment ta'sirida nadimiz kirib suv ishtirokida nadashlikka bo'ladigan bo'lsa, bizda ksantil kislota hosil bo'ladi. Ksantil kislotamiz demak GMF sintetaza ferment ta'sirida glutamindan yana bitta amino guruh oladi. Mana o'sha amino guruh birikish hisobiga glutamat AMF va pirofosfat hosil bo'ladi va GMF hosil bo'ladi. Keyinchalik GMFimiz GTF ga, AMFimiz esa ATF ga aylanib ketadi. Endi purin nukleotidlar sintezining idora etilishi, ya'ni boshqarilishi. Demak, fosforibazil pirofosfat sintetazamiz ingiberlovchi ta'sir ko'rsatadi bu jarayonga. Demak, yuqori miqdordagi AMF, ADF, ATF yoki GMF, GDF, GTFlarni konsentratsiyasi yoki AMFimiz adenosuksinat sintetazani ingiberlaydi, natijada IMF holatda qoladi yoki IMF dehidrogenaza ham IMFni demak GMF ga o'tishini, ksantil monofosfatdan keyinchalik GMF ga o'tishini ingiberlaydi. Yoki AMF ATFlarimiz demak glutamin fosforibazil amidotransferazani, ya'ni 5 fosforibazil pirofosfatdan demak 5 fosforibazilamin hosil bo'lishini ingiberlaydi. Bu demak purin nukleotidlar sintezining idora etilishi. Endi qutqarish yo'li ham bor. Demak, to'qimalarda nukleotidlarning parchalanishi natijasida hosil bo'lgan erkin purin asoslari adenin va guanin hosil bo'lib turadi. Adenin fosforibazil transferaza, ya'ni adenin va fosforibazil pirofosfat difosfatni demak reaksiyaga kirish bilan reaksiyaga kirish hisobiga fermentimiz adenozin fosforibazil transferaza AMF va pirofosfat hosil bo'ladi. Ya'ni AMFni boshqa yo'l bilan hosil qilyapmiz. Ikkinchi yo'li erkin guanindagiga demak fosforibazil difosfatni biriktiramiz. Bu jarayonda fermentimiz dipoksantin guanin fosforibazil transferaza hisoblanadi. GMF va pirofosfatni hosil qilamiz. Keyingi yana bitta mana gipoksantindan ham IMF hosil qilyapmiz. Gipoksantinimiz fosforibazil pirofosfat bilan reaksiyaga kirishadi. Fermenti bitta ham gipoksantin guanin fosforibazil transferaza hisoblanadi. Xo'p, qutqarish yo'lini sxematik holati mana gipoksantindan IMF, guanindan GMF hosil bo'ladi. Bu jarayonda demak gipoksantin guanin fosforibazil transferaza ferment ishtirok etadi. Bu fermentimizni keyinchalik ko'ramiz. Yetishmasligi hisobiga bizda demak Leshnihan sindromi, Leshnihan kasalligi paydo bo'ladi. Endi purin nukleotidlarning parchalanishi AMF mana dezamillanish hisobiga nukleotidaza ferment ta'sirida o'zida amino guruh fosfatni chiqarib olamiz suv ishtirokida. Bizda adenozin hosil bo'ladi. Adenozin dezaminaza fermenti ta'sirida bitta adenozin dezamillasak, suv ishtirokida amino guruhni chiqarib olsak, inazin hosil bo'ladi. Inazinimiz endi fosforilaza ferment ta'sirida bitta fosfat kislota qoldig'ini o'ziga biriktiradigan bo'lsa, inazin tarkibidagi ribozamiz riboza bir fosfat shaklida chiqib ketadi. Bizda gipoksantin hosil bo'ladi. Gipoksantinimiz ksantin oksidaza ta'sirida kislorod ishtirokida vodorod peroksid va ksantin kislota hosil qiladi.
Endi GMF ham xuddi shunday nukleotidaza ferment ta'sirida suv ishtirokida o'zidan bitta fosfat chiqarib oladi, guanozin hosil qiladi. Guanozinimiz endi ikkinchi fermentimiz, demak fosforilaza ferment ta'sirida bundan biroz farq qilyapti. Fosfatni birikish hisobiga riboza bir fosfat chiqib ketadi, bizda asos qoldi, guanin qoldi. Guaninimiz endi guanin dezaminaza ferment ta'sirida o'zidan demak ammiakni chiqarib olsa suv ishtirokida bizda ksantin hosil bo'ldi. Har ikkada AMFdan ham GMFdan ham oxirida ksantin hosil bo'ldi. Ksantinimiz ksantin oksidaza ferment ta'sirida demak suv ajralib chiqish hisobiga kislorod yordamida mochaviy kislota yoki sidik kislotasi hosil bo'ldi. Bu parchalanishning asosiy yo'li. Endi sidik kislotasi to'g'risida biroz to'xtalamiz, chunki bunga bog'liq kasalliklar bor. Sidik kislotasi asosan jigarda hosil bo'ladi. Purinli nukleotidlar katabolizmi asosiy mahsuloti. Bir sutkada yarmdan 1 grammgacha sidik kislota hosil bo'lib turadi va buyrak orqali chiqariladi. Sog'lom odam qonida esa 3-7 mg litr sidik kislota bo'ladi. Uning konsentratsiyasining ko'payishi giperurikemiya yoki podagra kasalligiga olib keladi. Endi podagrani bir qancha turlari bor. Birinchisi mana fosforibazil pirofosfat sintetaza fermentni yetishmasligi hisobiga. Demak, sidik kislota miqdorining ortib ketishi giperurikemiya kuzatiladi. Bunda demak fermentni bu maksimal miqdorini aktivligini ortishi hisobiga paydo bo'ladigan kasallik. Ikkinchi tur podagramiz ham xuddi shunday, fosforibazil pirofosfat sintetaza fermentining defekti hisobiga demak mahsulotlarni hosil bo'lishini, demak tormozlanishiga chidamliligi ortib ketadi fermentning, natijada giperurikemiya kuzatiladi. Yoki keyingi turi mana podagramiz gipoksantin guanin fosforibazil transferaza fermentida nuqsoni hisobiga mana adenozin dezaminaza fermentini bu yerda gipoksantin guanin fosforibazil transferaza yetishmasligi, demak qisman yetishmasligi hisobiga bizda giperurikemiya kuzatiladi. Yoki boya aytib o'tganimiz sindrom Lesh-Nixan kasalligi, bu umuman bo'lmasligi, ya'ni gipoksantin guanin fosforibazil transferaza ferment, ya'ni qutqarish yo'lida gipoksantin va guanindan qaytadan AMF, GMF hosil bo'lishi, shu jarayon bloklanish hisobiga bizda tug'ma Lesh-Nixan sindromi bo'ladi. Ksantinuriya kasallik, ksantin oksidaza fermentining umuman bo'lmasligi hisobiga gipourikemiya va demak buyrakda litiaz kasalligi, ksantinoviy litiaz kasalliklari paydo bo'ladi. Gilke kasalligi glukoza 6 fosfataza fermentining umuman yetishmasligi hisobiga paydo bo'ladigan kasalliklar. Endi podagrada mana shu bo'g'imlarda tufuslar hosil bo'ladi, juda ham ya'ni mochaviy kislota, sidik kislotani kristallari, tuzlari hosil bo'ladi. Sezuvchanligi juda yuqori, kuchli og'riq beradi, biror yumshoq narsaga tekkan taqdirda ham. Endi Lesh-Nixan sindromiga yana qaytadan to'xtaydigan bo'lsak, X xromosomaga bog'liq, demak retsessiv irsilanadigan kasallik hisoblanadi. Ko'proq o'g'il farzandlarda namoyon bo'ladi. Cerebral farajlar kuzatiladi, aql idrokni o'zgargan bo'lishi, o'z-o'zlariga jarohat yetishi, ya'ni lab va barmoqlarni tishlash holatlari kuzatiladi. Ya'ni mana shu qutqarish yo'lida biz aytdikki, gipoksantin, guanin, adenindan qaytadan AMF, GMF hosil bo'ladi degandik. Shu jarayonda demak guanin va gipoksantindan GMF va IMF hosil bo'lish jarayonida kataliz fermentimiz bor. Bu gipoksantin, guanin fosforibazil transferaza. Shu fermentning umuman yetishmasligi hisobiga bizda tug'ma Lesh-Nixan sindromi paydo bo'lar ekan. Endi podagrani davolash. Allopurinoldan foydalaniladi. Asosan gipoksantinning struktura analogi hisoblanadi. Bu ksantin oksidazaning raqobatli ingibitori bo'lib, kuniga 0,08 gramm miqdorda qabul qilinsa, qondagi sidik kislota miqdori normal demak darajagacha pasayadi. Gipoksantin miqdori esa ortadi, lekin bu sidikda sidik kislotaga qaraganda 10 barobar yaxshi eriydi va organizmdan bemalol chiqib keta oladi. Sxemaga qaraydigan bo'lsak, mana gipoksantinimiz kislorod yordamida suv ishtirokida parchalanib turib, vodorod peroksid hosil qiladi. Fermentimiz ksantin oksidaza edi. Hosil bo'ladi ksantinimiz.
Kisantinimiz yana kisantin oksidasi ta'sirida mochaviy kislotagacha parchalanadi. Endi mana shu yerda alloprinol berganimizda gipokisantinning o'rniga alloprinolni oladi. Gipokisantinimiz bemalol demak organizmdan chiqib ketish xususiyatiga ega, siyrakda erish xususiyatiga ega. Bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan mavzuimiz asosan shundan iborat edi, ya'ni purin asoslarining sintezi va parchalanishi va bu jarayonda paydo bo'ladigan kasalliklar to'g'risida edi.